Termiz shahridagi mahallalarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholining kundalik hayoti uchun qulay yashash sharoitini yaratishga qaratilgan. Xususan, Abdulla Avloniy, At-Termiziy va Jayhun mahallalaridagi ichki yo'llar va piyodalar yo'laklari yangilanib, hududlarda harakatlanish uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Uzunligi 1 km 200 metrlik masofada salomatlik yo'lagi tashkil etildi. Unda aholining piyoda yurishi va jismoniy faolligini oshirishi uchun imkoniyatlar yaratilgan. Yo'lak bo'ylab quyosh panellaridan quvvat oluvchi yoritgichlar hamda ovoz kuchaytirgich moslamalar o'rnatildi. 60 ta ko'p qavatli uy-joylarning tashqi qismida ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Uylar atrofidagi hududlar ham obodonlashtirildi. Bugun yurtimizning qay bir mahallasi yoki hududiga bormang, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarining nechog'lik darajada keng quloch yoyayotganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida bu bunyodkorlik ishlari yangi bir bosqichga chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz hozir Termiz shahridagi Jayhun mahallasidamiz va bu yerda ham guvohi bo'lyapmizki, aholining harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida mana shunday 24 ko'chalar yangi qiyofaga keltirilgan. Hududning ko'rkam qiyofasini yaratish maqsadida yashil maydonlar tashkil etilib, ularni muntazam parvarishlash uchun sug'orish tizimlari ham barpo qilindi. Zamonaviy o'rindiqlar, dam olish maskanlari va bolalar maydonchalari aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishiga xizmat qilmoqda. Mahallamizda oxirgi yillarda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mahallamizdagi 28 ta ko'p qavatli turar joy binolarining 27 tasi eski bo'lganligi tufayli ular to'liq ta'mirlashdan chiqarildi. Atroflari gulzorlashtirib, gullar, daraxtlar ekildi. Aholi vakillari bunday o'zgarishlar mahallada yashash uchun qulay muhitni ta'minlab, kundalik turmushida sezilarli yengillik berayotganini ta'kidlamoqda. Oxirgi 5 yillikda bizning Jayhun mahallamizda juda ham katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Mana ko'rib turganingizdek, mana juda chiroyli mahallaning ichki yo'llari, xuddi katta ko'chada yurganday o'zimizni his qilyapmiz. Mahallaning ichki yo'llari, mana asfaltlar yotqizilgan, piyodalar o'tish yo'laklari, hammasi juda ham chiroyli holatda. 24 ga 7 ko'chalarimizda yurganimda, xuddi o'zimda Toshkent ko'chalarida yurganday his qilaman. Hozirgi kunda To'palang suv omboridan suv bizning mahallamizga ham keldi. 4-qavatlargacha bosim bilan toza ichimlik suvlari chiqyapti, ham shirin, ham shifobaxsh suvlar. Bu ishlar natijasi mahallaga kirib kelayotgan yangicha muhitda sezilyapti va shaharning bugungi obod qiyofasini belgilamoqda. Mahallada amalga oshirilayotgan ushbu bunyodkorlik ishlari aholi turmush farovonligini oshirish, infratuzilmani yaxshilash bilan birga yurtimiz mustaqilligining 35 yilligiga munosib tuhfa bo'lmoqda.